Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana biz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Oyjon parnigidan 50 gektarlik parnikdan loyiha. Shu parnikni Turon krediti orqali 2022-yil olib boshlaganmiz. 2022-yil olib boshlaganmiz. 2025-yilda 30 tonnaga yaqin limon sotganmiz. Shu yil 2026-yilda xudo xolasa 60-70 tonnani plan qilib turibmiz. Mana limonlarimizning holati. Turon tashabbusida seminar bo'lib o'tdi. Seminarda bizga kerakli savol-javoblar bo'ldi. Savol-javoblardan ancha mamnunmiz. Bilmaganlarimizni bildik. Nima kamchiligimiz bo'lsa to'g'rilab, xatolarimizni aytdi.